15 fevral Xalqaro bolalar saratoniga qarshi kurashish kuni. Bu sana 2002 yilda Childhood Cancer International tashabbusi bilan joriy etilgan. Saraton ko'p hollarda o'lim bilan yuzlashtiradigan kasallik bo'lib, bugungi kunda uning 100 dan ortiq turi mavjud. Hozirda rivojlanib borayotgan zamonaviy texnologiyalar orqali birgina poytaxtimizda joylashgan bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida ham bu kasallikdan sog'ayib borayotgan bolajonlar bor. Muxbirimiz Go'zal Shodiyeva mavzuni davom ettiradi. Farzandining kasalligi davrida boshidan kechirgan og'ir damlarini so'zlab bergan hamyurtimiz Namangan viloyatida istiqomat qiladi. 4 yoshli qizalog'ida kuzatilgan jiddiy kasallik oilani sabr, xavotir va chorasizlikka solgan o'z paytida. Biroq malakali shifokorlar tomonidan o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti bolakayni hayotga qaytardi. Bir haftalarcha qusib yurdi. Oshqozoni yaxshi bo'lgandan keyin yana orada 2-3 kun o'tar o'tmas bolamda bo'yin qiyshayishi paydo bo'ldi. Lichinani olib bir haftada o'sha bolam yurmay qo'ydi. Yana qayta viloyatga nevropatologga olib borgandim. O'sha o'sma bor deb nevropatolog bizni Toshkent shahriga yo'naltirdi. Operatsiyadan keyinoq bolam yura boshladi. Saratonni yengdik. Xalqaro bolalar saratoniga qarshi kurashish kunining ramzi oltin rangli lenta bo'lib, u bolalarning hayoti bebaho ekanini anglatadi. Shu jumladan O'zbekistonda ham bolalar onkologiyasiga e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy davolash usullari joriy etilib, bemor bolajonlarga malakali yordam ko'rsatilyapti. 2026-yil yarmidan boshlab biz autologik transplantatsiya amaliyotlarini bajarish yo'lga qo'yilyapti hamda aseptik blok qurilish jarayonlari tugash arafasida aseptik blokning qurilishiga asosiy maqsad markazda davolanayotgan bemorlarga suyak iligini ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajarish ko'zda tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 300 mingdan ortiq bolada turli xil saraton kasalliklari aniqlanadi. Rivojlangan mamlakatlarda davolanish darajasi 80% gacha yetadi. Biroq ba'zi davlatlarda bu ko'rsatkich ancha past. O'tgan yilda misol qilib oladigan bo'lsak, 1200 ta jarrohlik amaliyotlari bajarilgan bo'lsa, undan 250 dan yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari hisoblanadi. Bugungi kunda markazga Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston davlatlaridan ham bemorlar kelmoqda. Shuningdek, ko'rsatilayotgan xizmatlarning aksariyati davlat tomonidan bepul amalga oshiriladi. Bizning bu Dimet sistemamizda 15 ta savolnoma tuzilgan. Shu 15 ta savolimizdan ikkitasiga ha deb javob bersa, bemor avtomatik ravishda tuman onkologiyaga yo'naltiriladi. Agar onkologik, onkogematologik kasallikka gumon qilinsa, bemorni to'xtatmasdan viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga boradi. U yerda bizning filialimiz bor. Ular birlamchi tashxisot qo'yadi. Keyin biz bemorni yo'lga tayyorlaylar, markazimizga yuboradilar. Bu yerda biz chuqurlashtirilgan tashxisot o'tkazamiz, molekulyarniy tashxisotlar o'tkazib, bolaga birlamchi davoni shu yerda o'tiladi. 5 yil davomida kuzatamiz. Agar 5 yil davomida kasallik qaytalanmasa, u bola sog'lom, butun sog'lom guruhiga kiritiladi. Ota-onalar uchun eng qiyin vaqt bu farzandining xasta bo'lgan paytidir. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz bolajonlarga tezroq sog'lik va quvonch ulashishdir, deydi biz bilan suhbatda bo'lgan shifokor. Har bitta davlatda o'zini bazasi bo'lishi kerak, donorlar bazasi. U sog'lom insonlardan yig'ib olinadigan narsa. Ko'pchilik o'ylaydiki, suyak ko'migidan olinadi. Yo'q, biz hozirgi kunda innovatsion metod bilan venadan qanday qon olingan bo'lsa, xuddi shunday qilib olib, undan apparatlarga o'zak hujayralarni ajratib olamiz. Bu kun Go'zal Shodiyeva va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.